Yana nimasinde? O'zinga hech nima qilmadimi? Yo'q. Xo'ja Ahmad bagimni sindirdi. Nima? Bagimda. O'z qilmadingmi? Chaqirmang Ahmadni. Yo'qol. Ishdan bo'shading. Uni qarang, zakazga olib keladi. Qilmading. O'zing jarohat yaxshi emas bo'ladi, ishni o'qavering. Sen bilaman, saroyatni yomon qilib. Yo'qol. Nega kayfiyating yo'q, bolajonim? Ishdan bo'shatib yuborishdi. Ye, nega? Jani kelganda arzimagani bahona qilib bo'shatib yubordi. Yaxshi ishchi bo'lsang, zo'r ishlasang borku, hamma joyga keraksan. Siz qayerdan bilardingiz? Hammasi o'z tanish bilishini tiqiyotibdi. Sen mana shu do'ppini kiygan, senga omad olib keladi shu do'ppi. Yosh bolani otganda otosda. Omadli do'ppi bu, bolajonim. Sanda 10 ming so'm bo'ldi. Qayta tushib qolaman degdi. 5 mingga kelishdi-ku. Ko'rsa inamarkada yuribmiz-ku, endi shunaqa deb o'zi uylanganmiz-a. Men menga ko'zing lo'q qilasan. Kelishuv shunaqa o'zgarib turadi joyida. Ha? Bu yurmayapti-yu. O'g'lim, abi olib bergan mashina ishlamayapti-yu. Elektromobil deysanlar, senlarga aytdim o'shaning uchun benzinli mashinada yuring deb. Tez kelmay yoqda turibman. Balki amaki to'g'ri aytayotgandir. Mana shu do'kon hech qarzga bermasdi. Do'ppini kiychi, zo'r omadim kelib qarzga berib qoladi. Aka, bitta iltimos bilan Keldingizmi? Mana buni sizga berib ketishdi. adashmasin, menga berib ketishdimi? Yo'q, ne adashaman? Yomon tortinch olgansiz. Mana buni ham sizga berib ketishdi. Rahmat aka, bozoringlar bersin. Joningiz sog' bo'lsin. Ko'zingga qaramaysanmi? Zo'r aka, xayol bilan bo'lib qolma. Aka, kechirasiz. Haqqa totdingizmi, men tashab qo'yaman. Shart emas. Yo'li chetida nima qotdingiz? Sal qoldirib ketishimga. Aka, hozir ishlarim orqaga ketgan. Nima qilsam ham o'xshamayapti-da. Men sizga ish beraman. 5 million olib bersam ishlaysizmi? 10 million beraman. Mayli 20 million beraman, ishlaysizmi? Roziman, aka, ishlayman. Bo'ldi, ertadan keling ishxonamga. Xo'p, rahmat. Mana bitta. Xo'p, rahmat. Ota, Labiyadasi. Meni ishdan haydab yuborishdi. Voy, bitta ishda tayinli ham ishla olmaysiz-a? Shunchalik omadsiz bo'lasizmi? Peshanam sho'r bo'lmasa, sizga ham teyarmidim. Lekin 20 million oylik ishga taklif qilishdi. Nima? Ko'chada o'rtoqlaringiz ko'p, cho'pchagingiz shularga yetasiz. Voy adasi, adajonisi, yuring, choy tayyorlab qo'yganman, choy olamiz, kelamiz. Ovqatingni pishdimi? Adasi, choy ichib turing, hozir ovqatingizni suzib beraman. Voy adajonisi, shunaqa omadlisiz, peshanam yarqiragan, yaxshi ham sizga tegganman. Valla ko'p gapirma, ovqatingni ol. Odam charchadi-ya. Ahmad, kechga kelgan tavallama kamomad chiqqan. Hisobotlarni o'to'g'a yotibdi. Ishdan bo'shading. Biz yeng kelgan bolaga yetish kerak. Tez arizasini yozsin. Xo'p, aytaman. Esingdan chiqolmasin. Xo'p. Qo'shni ustangiz keladimi yo'qmi? Ishga kech qolyapman. hozir kelib qoladi. Ozgincha o'tirib turing. Bitta o'zim o'tirmayman-ku endi. Voy bolalar, olib chiqinglar, keldim mana. Ye. Ye. Jiyan dedingiz-ku, katta-yu, buni yoshi. Amerikada tug'ilgan, uylantirmoqchi edi. Uydagilarni endi esiga tushib qopti. To'g'rimaydimi? Men qayerdan bilaman? U payt esimda yo'q. Orimaydi. To'g'ri. To'yatmi? Nima bo'ldi? Men to'kisdi. Do'ppi qanimasiga do'ppi tayyorlab qo'ying dedim. Sizga berib sizga eskiroq ekan. Seni topdim-a, shahar bo'ylab qidirib yuribman seni. Omad olib keladigan do'ppim qani, tez qaytar. Tez qaytarmasang, bolalarim qamalib ketaman. Do'ppi bankro't bo'lib ketdim. Do'ppi.